Uy chiroyligini ko'ryapsizlarmi? Oqligini, oppoqligini qarang do'stlar. Men hovlida emasman, bu ikkinchi qavat xonadon. Biz Yakkasaroy tumanida joylashgan yangi qurilgan dom, Yakkasaroy Rezidensidagi 9 va 10 qavatdagi xonadonlar video obzorini sizga hozir taqdim qilamiz. U yangi remontdan chiqqan. Kattaligini, chiroyligini qarang. Kiraverish qismi mana shunga Ruslan bitta qarang. Kimga kim bilmadim, lekin menga rosa yoqdi mana. Birinchi marta bunaqa chiroyli vid ko'rishim. Vazichkada. Kuxnyadan boshlaymiz endi. Qarang, kuxnya ayollar mazza qiladi. Keng, shinam, hamma narsa yangi. Ko'rib tursa, oila ham yashaydigan qizim. O'zini balkoni ham bor, ochib o'tirmayman. Ana endi xona ko'rishingiz mumkin, kiring. Hali bo'sh, lekin remont masalasida muammo yo'q desam adashmayman. Gap yo'q, patologik balandligini qarang, Ruslan aka. Polni teplый pol. Bemalol mazza qilib yashasangiz, bemalol dam oladigan joy ekan. O'zim ham uxlatyapti uy. Mana bu ko'rib turibsiz, TV zona, katta ovqatlanish, oila davrasida mazza qilib o'tiradigan joy, konditsionermi, lyustrani qara. To'g'risini aytsam, umuman bir bachkana narsani o'zini ko'rganim yo'q. Baba eshigiga keladigan skirt eshigi orqasida zinani ostida joylashgan kladovka, xranilish ochib o'tirmaymiz. Bu yer esa hojatxona, dush kabinka birlashgan komplektatsiyasi ko'rib turibsiz. Endi birinchi qavatdagi asosiy xonaga o'tamiz. Ota-onalar uchun, er-xotin uchun tayyorlangan. Duspalka korpus, patologlar, ranglar, tartibini qarang, chiroyligini. Ko'rsatdingizmi? Ruslan aka yana botga keling. Garderobni kattaligini qarang. Do'koningiz bo'lsa ham hamma kiyim sig'adi va albatta balkon menga eng yoqqan joy uy, to'g'risini aytsam qarang. Alohida o'zingiz uchun piramid tavrusni tomosha qilib, chunki tungi Toshkentimiz juda ham chiroyli bo'lib ketgan. Mazza qilib kofe ichsangiz bo'ladi. Ana endi asosiy qavatga o'tamiz. Ikkinchi qavatga qani ketdik. Xonadonimizning ikkinchi qavatiga nima deysiz? Patologik balandligini qarang. Xuddi qasrga kirgandek his qilasiz. O'zingiz ranglari, podborini qarang. Bu alohida vxodi bor. Kirish qismi podyezddan ko'rib turibsiz. 10-qavat. Alohida ikkita xona, kim xohlagandek ishlatadi. Bu yer esa praktichniy koridor kengligini qarang, Ruslan aka. Bemalol aylansa bo'ladi, bolalar bilan mazza qilib o'ynasa bo'ladi. Ko'ryapsan? Gap yo'q. Bu yer esa vanna shaklida hojatxona bilan birlashtirilgan komplektatsiyasi ko'rishingiz mumkin. Kengligini qarang. Joy, maydon masalasi umuman muammo yo'q. Qizaloqlar uchun tayyorlangan xonamizni bitta ko'rsating, rangini qarang, asalligini. Qizlari bo'lgan otalar mana shunaqa uy olib bering, mazza qilib yashasin qizlar. Ana endi albatta o'g'ilchaga ham patologda o'zini samolyotchasi bilan tayyorlangan, qaranglar. Gap yo'q, ha? Ko'rsatgan bo'lsangiz, ana endi Ruslan aka shoshiling. Hamma kutib turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, umumiy ma'no qariyb 213 kvadrat metr. Har bir kvadratiga nech pul desam, agar aytsam ishonmaysiz, Yakkasaroyda shundoq birinchi notarialkan ro'parasi yo'llik uzida mana shu narsalar bilan remonti bilan kvadratiga 2000 dan so'ralyapti. Xudo xolasa mana shunaqa chiroyli xonadonni обязательно egasi bo'lish hammamizga nasib qilsin. Pastdagi raqamga telefon qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.